do'stlar, xudo xolasa zatirkani ham boshlaylik. Mana zatirkamiz Serizit 42. Bu yerda bo'lgan ekan. Do'stlar, xudo xolasa zatirkani ham tugatdim. Cheklari ham xudo xolasa liniyasi bir xil hammasi. O'rtasidan bo'lgan. Bu yerda mana parokimiz ham qurib ishlarni ham chiroyli qilib kesib, zatirka qilib qo'ydik xudo xolasa. Zo'r chiqdi. Mayda bu tomon qolgan. Tomon qorayib turibdi, qilinmagan. Tomon zatirka qilingan tomon. Xona ham xudo xolasa bo'ldi. Liniyasi bitta ketgan hammasini, boshdan oxirigacha. Endi bu tomonlarga salapan yozib, bekitsak, narsalar tomonga toshib, keyin bu yoqda zatirka qilamiz.